nima qo'yamizda, ayniqsa ayol kishini so'kish, urish bundan to'xta. Mana kecha bitta ona aytayaptilar, o'g'lim juda yaxshi bola-yu, lekin xotiniga sal qo'polroq deyaptilar. Bu yaxshi emas bu. Xotinlarga yaxshi muomala. Rasulullohdan o'rganinglar. Rasululloh alayhisolatu vassalom Oysha onamizni qanaqa yaxshi ko'rardilar? Kimni yaxshi ko'rasiz desa, Abu Bakrni demadilar oldin. Birinchi Oyshani dedilar. Hadija onamiz o'tib ketgan edilar, Makka da qolib ketgan edilar. Madinada qachon sho'rvami bir qo'y so'yib qolsa, darrov Hadijani qarindoshlariga, dugonalariga beringlar dedilar. Oysha onamiz rashk qilib aytar ekanlar, Alloh qarisini olib yoshini berdi-ku desa, yo Hadija mana hech kim iymon keltirmaganda birinchi iymon keltirgan dedi. Makkaga borganlarida haj o'shanda kechqurun hamma talashgan ekan sahobalar. Manikiga yorasa yo'q. Hadijani qabrini